Tak, mana shu yerdagi narsalarni hammasini qilib bo'ldim, endi uyga kiray. Voy boshim. Voy nima bo'ldi? Kim bosib ketdi meni? Voy stop. Jo'xami? Men bilan Jo'xamidi? Men nima qilayotgandim? Polni ishlatganmidim? Galimi? Men do'konga kirayotgandim shekilli. Do'konga kira qolay. Xo'sh, yaxshilab qarab chiqishim kerak. Agar birorta teshik bo'ladigan bo'lsa, agar qor yog'adigan yoki yomg'ir yog'adigan bo'lsa, tomimdan chakka o'tadi, uyimni ichi rasvo bo'lib, kul bo'lib ketadi. Keyin bahonada baliq boqsam bo'ladi-ku. Dahshat biznes o'ylab topdim. O'zim bilib teshib qo'ysam-chi, ichkari suv kirar, keyin baliqxona qurib o'raman. U dahshat kalla ishlayapti. Aytgancha video yo'q qilibdi-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Va sizlar meni asosiy kanalimda nima demoqchi bo'lyapman? Xo'sh, asosiy kanalga tez obuna bo'linglar, chunki men 10 mingta bo'lishimga ozgina qolgan. 10 mingta qilib qo'yinglar, keyin 15 mingta, 20 mingta, 30 mingta, 40 mingta, 50 mingta, 100 mingta qarochda ko'proq qilishimiz kerak xullas. Zo'r videolar har kuni chiqmaydi-yu, onda sonda chiqib turadi asosiy kanalda. Qolgan kanalda esa har kuni chiqadi. Xullas, shunaqa gaplar, obuna bo'linglar. Xo'p, nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi. Aytgancha mer chaqirtirganda, qanaqadir zarur ish bor deganda. Endi zarur ish deganda qanaqa ishligini aytmaganda, qishloq qandaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachondan beri menga salom beradigan bo'lib qolding? Sen mendan katta ekansan bilib qarasam. Seriozno? Ha, Unda nimaga sensirayapsan? Jinnimisan? Uzr kechirasiz Jo'xa aka. Jo'xa aka deyman, men seni nima? Yigitingmanmi Jo'xa aka deysan? Jo'xa brat degan. Jo'xa brat bilan Jo'xa aka nima farqi bor? Jo'xa brat ruscha aytilgan, keyin qanaqadir zo'r eshitiladi-da. Ha, o Jo'xa aka dey. Yo, tentaymisan, sen qiz bolamassan-ku, Jo'xa aka deydigan. Jo'xa aka deyotganim yo'q, Jo'xa aka demoqchiman. Jo'ka dedingmi? Sen meni ismimni mashmasha qildingmi? Basharangga yog'imni qo'yaman hozir. Keyin galemlar yo'qmi? Keyin patinkamni tagidagi basharang qolib ketadi, tushundingmi? Unaqa vahima qilib tashamay. Qanaqa vahima qilib tashamay? Sen cho'tda rostdan ham qiz bolaga o'xshayapsan. Sen qiz bola emasmisan? Yo'q, qiz bola emasman, men erkak kishiman. Yo'qol, asabimga o'ynama. Sandaqalar ko'payib ketdi o'zi. Mana qanday qarayapti, ish yopiq-ku. Menga nima qiziq bor? Qarochi Merdiyoniga borib kelishim kerak. Nima ish buyurmoqchi edi? Hayronman. Hozir bilamiz qarochda. Tan qandaysan jitel, yaxshimisan? Wow, galem tavoni qaraylar kattaligini. Menga qaradi. Cho'ta menga nimadir demoqchimikan? Hozir ko'rishib kelamiz. Assalomu alaykum. Tavo, qalaysiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Jiya bor Zorod o'yna. Siz ham jitellarga o'xshab gapirasizmi? Ha, Zorod o'yna deb hozir urib o'raman. Kechirasiz. Rostdan ham urur ekan. Qochish kerak siz. Nima bu? Jinnimi? Men prosta oldiga borsam uradigan. Voy tentak. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Necha marta salom bersan bir kunda? Bilmadim, hisoblab chiqmagan ekanman. Bo'ldi, ana endi hozirdan boshlab sanab boshlayman nechta salom berishimda. Ha, bo'pti. Xullas senga bitta zo'r ish tayyorlab qo'yganman. Qanaqa ish yana? Bilasan, qishlog'imizda to'yxona yo'q. Yo'q, nima, to'yxona kerakmi? Ha, endi kimdir uylanmoqchi bo'lsa, o'shanga deyman-da. Kimdir? Kim o'sha? Keyin aytaman, avval qur. To'g'risi qiziqib ketyapman. Kim ekan u? Kim u? Aytmayman, aytganini qil. Tez-tez qur, bo'lmasa qishloqda haydalsan. Mayli, lekin kimligi hali ham menga qiziq. Qiziqmay qo'yaver, tezroq aytganini qil. To'yxonani qur, keyin bilasan kimning to'yi ekanligini. Bo'pti. Nimadir neto. Tak shu yerdagi narsalardan foydalanib quraman albatta, bilaman. Aytmasangiz ham. Yaxshi, o'sha yerdagi pullar senga maosh sifatida. Bo'ldi, maoshni keyin, to'xtang, nimadir qolib ketibdi. Maoshni keyin olaman unda to'y vaqti. Bo'pti. Mayli, lekin kimning to'yi ekan? Jitellardan so'rab ko'rish kerak. Jitel, san to'ying bo'lmayaptimi? Yo'q, qanaqa men to'y bo'lganman. Qanaqa to'y bo'lgansan? Sundan to'yda aytyapsanmi? Yo'q, basharang o'g'lim, nikoh to'yida aytyapman. Yo'q, hali yoshman. Yosh bo'lib tur, hali uylanma. Lekin mer kimni to'y haqida gapirdi bilmadim. Xullas, hozir shu atrofda qayerda tekis joy topsam, o'sha yerda to'yxona qurib yuboraman. Lekin qayerda tekis joy borkina? Tekis joy. Endi bizga kerak tekis joy. Tezroq kerak tekis joy. Yo, buni qo'shiq bo'lmas ekan atak. Normalniy bo'ladimi deb o'ylagandim, normalniy bo'lar ekan. Mana bu yerda zo'r joy bor ekan, lekin qaranglar. Wow, bo'ldi, mana shu yerdan qurib yuboramiz. Borib aytgancha instrumentlarimni olib kelishim kerak-ku. Xo'sh, uyga borib kelish kerak. Kim to'yi bo'lar ekan? Kimni to'yi bo'lsa ham hozir ko'ramiz, qarochi.
menga qiziq kimni to'yi bo'lishi. Xo'sh, qalaysizlar, yaxshimisanlar? Doim shular bilan ko'rishib o'tishimga qanaqadir o'zimga yoqib qoladi, chunki ularni izivatsiya qilgandek bo'ladi. Bo'laman, ya'ni men. Okay, mana shu uchalasini olsam yetadi yo. Okay, asosiy inventarga qo'yib qo'yamiz. Uyim eshigini yopmasam ham bo'lardi, chunki mana bu eshikni hech kim ocha olmaydi. Buni ochgan kishi u yoqdagini ochishi mumkin, lekin birinchisini ocha olmaydi baribir. Xo'sh, tezroq bitkazish kerak, nima bo'lsa ham to'yxonani, tezroq ko'rish kerak kimni to'yi bo'lishini. Xo'sh, shu janob mer yashiryapti-da, kimni to'yi ekani. Rosa qiziqib ketyapman. Hozir bilamiz, короче, asta-asta bilib olamiz hozir. Mana bu yerdagi o'to'lanlarni tezroq yig'ishtirishning iloji yo'qmikan-a? Hozir tezroq yig'ishtirishning iloji bo'lganda zo'r bo'lardi. Yo'q, menimcha tezroq yig'ishtirishning iloji yo'q. Mana bunday qilsak-chi, to'xtanglarchi. Tak. Yo'q, bo'lmas ekan. Bittalab yig'ishtirib chiqish kerak. Obbo, shu mana shunaqa mayda ishlar menga umuman yoqmaydi. Bor katta ishlar qilishni yoqtiraman. Xo'sh, olamiz va qaytarib qo'yamiz. Всё. Endi bizga bir ikkita bloklar kerak. Qayerga qo'yishimni hozir ko'rasizlar. Avval o'sha bloklarni olib olayda. Xo'sh, okey. Suvga tushib ketmaylik. Hop. Menimcha yetmaydi aniq. Yana olish kerak. Hop, normal. Endi qo'yamiz bularni hammasini. Xo'sh, lekin mana bu yerda o'to'lanlarni yig'ishtirib chiqishim kerak edi-yu, yig'ishtira olmayapman. Mayli, keyin yig'ishtiramiz. Avval birinchi o'rinda bu yerda to'yxonani proyektini tuzib olishimiz kerak. Proyektdan yetmadik. Yetmadi. Mayli, hozir to'xtanglar-da. Video pauza qilib turib berdi, zo'r qilib yuboraman. Tak, mana shu yerni tekislab oldim. Endi bu yerda qurish kerak. Qurishni qanday boshlayman, bilasizlarmi? Albatta qurishdan boshlash kerak. Birinchi o'rinda to'yxona atrofida yeguliklarni mehmonlar kelib yeydi-ku, o'shalarni tayyorlash kerak. Xullas, qanaqa tartibda joylashtirsam bo'ladi? Mana shunaqa qilib nechta qo'yib chiqamiz, to'xtanglar. Bu yerda 10 ta qo'ydim. 11, 12, 13, 14, 15 ta qo'ysak, mashaqqatchi kelar ekan, juda ham yaxshi ekan. Xo'sh, yana bu tomonroqqa kelib turib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oyning 15i qorong'u, 15i yorong'u deydi. O'shanaqa 15 tadan qo'yib chiqsak, 15i qorong'u, 15i yorong'u bo'ladi. Bu tomonni ham 15i qorong'u, 15i yorong'u qilamiz va bundan zo'r to'yxonani umringlarda ko'rmagan bo'lasizlar. O'z birorta to'yga borganmisizlar? Kimnidir to'yiga yo o'zingizlarning to'yinglar bo'lganmi? Yozinglarchi kommentariyaga. Men to'yim hali bo'lgani yo'q, chunki men hali yoshman. Endi 18 ga kirdim. 18 ga kirgan odam to'yi bo'laman. Bo'lmaydi to'chni. Bo'lish uchun juda ham yoshlik qilaman. Endi может yaqin orada bo'lib qolishi ham mumkin, lekin hali beri o'ylamasam kerak, bilmadim. O'ylansam sizlarni albatta chaqiraman. O'zim sizlarga taklifni olib berib chiqsam, qaranglar. Tasavvur qilib ko'ringlar, men sizlarga qanday taklifni olib berib chiqishim mumkin. Men o'ylab o'tira olmayman. Sizlar o'ylab kommentariyaga yozinglar, chunki men ishlayapman. Qanday sizga ham ishlab turib, ham sizlarga javob yozishim mumkin. Bu juda ham qiyin ish. Qiyin, rostdan qiyin ish. Tak. Mana bu yerda to'yni o'tkazadigan artist bratanlar o'tiradi. Mana shu yerga artist bratanlar uchun joy qilishimiz kerak. Tak, okey. 1 2, 3, 4 normal, o'zi 4 ko'p ekanmizda stulchalar. Xo'sh, bu yerga o'tirishadi-da. Yoki bu yerda o'tirishmasinmikan? Bu yerda o'tirishmasin, to'xtanglar. Boshqa joyga o'tirg'izib qo'yaylik. O'tirg'izib qo'yaylik. Gapni qaranglar, o'tirg'izib qo'yaylik shu bratanlarni. Tak, boshqa chekkaroqqa o'tirg'izib qo'ysak ham bo'ladi bratanlarni. Tak, orqaroqqa o'tirg'izib qo'yamiz. Tak, mana bu yerga bitta, ikkita, uchta. Hozir men bu yerdan uzoqdan qarab ko'rishim kerak. O'rtada turibdimikan? Menimcha o'rtada turibdi rostdan ham. Ana endi 3 ta stulchakni qo'yamiz bu yerga. Bitta ortiqcha ekan, mana bu yerga qo'yib yuboramiz. Chotki. Tak, mana bu kerak emas bizga. Bu yerdan esa sozandalarni mana bu narsalarni qo'yib chiqishimiz kerak. Biratan o'rtaga keladi-da, "Men seni sog'indim, ko'zlaring sog'indim, yuzlaring sog'indim, ovqating sog'indim, qornim ochdi" deb qo'shiq aytadilar biratan. Juda ham zo'r chiqish kerak hammasi, короче. Mana bu bratanlarda, короче, ovoz chiqaradigan narsasi nima? Kolonkasi bu. Bundan 4 ta olib kelishgan ekan, 4 ta mashaq qo'yamiz. Biratan shuni keladi-da, o'rtaga turadi-da. Aytiraveradi, ma'nadan eshitilaveradi. Vobshe udar bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Bunaqa narsani hech kim qilmagan. Men qilyapman tak. Chunki to'y bo'ladi deyishdi-da. Endi kimni to'yligini lekin aytishmadi menga. Mana shu kimni to'yi ekanligi prosta qiziq bo'lyapti. Rostdan qiziq-da. Sizlarga ham qiziqmi? Kommentariy yozinglar-chi. Qiziq bo'lsa qiziq deb yozinglar. Tak. Okey, mana bunaqa qilib qo'yish kerak buni, ko'ryapsizlarmi? Bunaqa zo'r qilib qo'yish hammaga ham emas. Tak, buni mana bu yerga qo'yamiz mana. Qani to'y qanday bo'ladi?
Vashshe takoy bo'lar ekan. Bu yerda hozir kamchiliklar bor, ularni to'g'rilab chiqishim kerak, lekin men borib avval mendan so'rashim kerak, shu kimni to'y ekani, rosa qiziqib ketyapman to'g'risi. Xo'p, yoki menimcha bu to'y bu qismga sig'maydi, ya'ni bitta videoga sig'maydi. Menimcha keyingi qismda ko'rasizlar to'yni, kimni to'yi bo'lishini va qanaqa bo'lishini. Xo'sh, men hozir esa orqa fon tayyorlashim kerak artistlar uchun. Tak, orqa fonni mana bunaqa qilamiz, qaranglar. Mana shu yerdan shunday qo'ysak, mana shu yerdan qo'ysak, xo'sh, nechta o'tadi? Tak, o'tmas ekan u bitta. Yana bitta o'tkazish kerak edi-yu. Atak shunday qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Mana, chotki. Shunaqa ko'rganmisizlar? Artistlar uchun mana shunaqangi fon. Wow, takoy bor-u, jinni bo'ldi, jinni. Hozir men mana bu yerda qaranglar. Bu yerga sahna quraman, ya'ni kelin va kuyov uchun. Keyin esa dasturxonlarni bezatib chiqishim kerak, lekin men hozir borib janob merdan so'rab kelaman, qani kimni to'yi ekan. Rostdan qiziq-da. Mana u ishdan ko'ra u narsani bilish qiziq menga. Davayt ketdik, sizlar ham ko'rasizlar, birgalikda eshitamiz. Mer aytadi kimni to'yiligini. Ketdim garochdak, balki men to'yimdir, rostdan ham. Qiziq menga, juda ham qiziq. Kimni to'yi ekan, mana o galemni to'yim ekan. Hozir asabi chiqib turgandi-yu, kakras meni urmoqchi bo'lgandi. Balki o'sha to'yi bo'lgani uchun xursand bo'lib turib meni urmoqchi bo'lgandir. Yo'q, xursand bo'lsa urmaydi-ku. Mana do'konchi bratanni to'yi emasmikan? Shu xotini yo'qda. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Ha, jo'ha, nima gap? Siz uylanmayapsizmi mabodo bratan? Yo'q, nimaga? Endi aytayapman-da, janob mer menga to'yxona qurishni buyurgandi. Menimcha merda o'zi uylansa kerak. Rostdanmi? Rostdan. Bo'pti, mayli, men ketdim, borib tezroq mer bilan gaplashay. O'zi uylanar ekan, menga yana mana bratan cho'ta menga qarab yomon kelyapti. Bratan, men nima qilganim yo'q sizga. Unaqa qilmang, nimaga shunaqasiz? Unaqa qilmang. Tak, mer bilan o'z gaplashamiz. Nimaga mer unaqa ekan-a? Nimaga unaqa? Tak, janob mer, assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Teta qo'ring salom berib o'rib. Qarorchi, men to'yxonani bitkazmadim-ku, lekin kimni to'yi bo'lyapti? Men qiziqyapman. To'g'risini aytsam, meni to'yim bo'lyapti. Oho, zo'r-ku, uyalmang. Stop. Tezroq qo'r, meni uylagim kelib ketyapti. Unaqa qizishmang, bratan. Qizishaman-da, bu yoqqa kel. Voy, tegmang menga tegmang. Bratan, menga tegmang, iltimos, menga tegmang, janob mer. Tak, mana shu yerdagi narsalarni hammasini qilib bo'ldim, men to'yga kiray. Voy, boshim. Voy, nima bo'ldi? Kim bosib ketdi meni? Stop. Jo'xami, ber bilan jo'xamidi. Men nima qilayotgandim? Polni ishlatganmidim. Galimi, men do'konga kirayotgandim shekilli. Do'konga kira qolay.